ozgina pul tikib farzandga, ozgina pul tikib o'sha sразу Messi bo'lishni xohlayapti. Yo, har bir insonning o'zining hayotda pozitsiyasi bo'ladi. Hech kimga o'xshamaydi. Hammaning o'zining plyusi bor, minusi bor. Raz o'shandan kelib chiqqan holatda ota-ona bolaga ko'proq bosim bermash kerak. Yoki birdan bo'ldi, tugat, futbolingni yig'ishtir, bo'ldi, hammasini yig'ishtir, sen boshqa ish tiqa, boshqa pul top. Ortga qilgan uni mehnatichi. Shuncha mehnatini tashab qo'yib, bugungi kuni bilan baho beryapti. Bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi. Nechta futbolchilar yoshligida ko'rinmay turib, kattada o'sha zo'r ketadi. O'shaning uchun ota-onalar bosim qilmash kerak. O'sha raz investitsiya kirityaptimi? Bu yaxshi holat. Bu zamonaviy futbolda, zamonaviy sportda kerakli holat. Investitsiya o'sha kiritish kerak. Lekin farzandiga mana shu ketayotgan pullarni bildirmaslik kerak farzandga. Farzand o'sha bosimga qolib ketadi. Ota-ona meni deb shuncha pul xarajat qilyapti, meni deb shuncha energiya qilyapti, men chiqarishim kerak. Chiqaza olaman, chiqaza olmayman deb o'zi bilan o'zi o'sha miya loading bo'tida savol-javob, raz bitta to'xtamay keladi, bo'ldi, o'sha futbolni tugataman.